Qaynanam o'lsa qutulardim, duolarimda ham faqat shuni so'rayman. Onamni ko'rmaganimga 5 oy bo'ldi, sog'inib ketdim. Sizga juda ham havasim keladi. Qayningiz bo'lmaganliklari uchun siz bemalol ota-onangizni ko'rishga borasiz. Iloyim imandando, meni ham qaynanam tezroq o'lib, ko'karib chiqsin, deb direktimga kelgan SMS ko'rib, to'g'risi shokka tushib qoldim. Nima deyishimni bilmay, sizga Allohim insof va iymon bersin. U ham kimdir onasi, sizni ham onangiz bor-ku, sizni ham onangizga kimdir shunaqa o'lim tilasa qanaqa bo'ladi desam, nima qilay, boshqa ilojim yo'q. Onamni sog'inib ketdim. 4 oydan oshdi bormaganimga. Qaynonamga xudoni zorini qilib, yalinib, yig'lab ruxsat so'rasam ham bermayapti. O'lganimdan keyin borasan deb shartda jahl qiladilar. Shuning uchun Allohdan faqat o'lim so'rayman. Tezroq o'lsa onamni borib ko'rardim deb menga yozib qoldilar. Unaqa demang, qaynonangizga yaxshi gapiring, iltimos qiling desam, tiz cho'kib yig'lagan paytlarim ham bo'lgan. Xudoni zorini qilib ruxsat so'rayman. Erimdan so'rasam, onam xo'p desa borasan dedilar deb yozdilar. Juda ham ko'pchilik auditoriyam meni kelinlardan iborat va hamma yozadi. Siz tez onangizni ko'rishga borasiz, biz 2 oyda, 3 oyda boramiz deb qaynonalaringni qarg'ab kechadi. Jon qayninajonlar, kelinlarni tez uyligiga jo'natib tursanglar, ulardan baxtli, ulardan xursand, ulardan rozi odam bo'lmaydi. Qarg'ab, sizlardan orqanglardan yomonlab, duo qilib, o'lim tilab, ishinglarni hurmatinglarni qilayotgan, qo'rqqanidan hurmatinglarni qilayotgan kelinlar nimaga keragi bor? Shunaqa qaynonalar juda ham ko'p ekan. Men ko'pincha qaynonalarning yonini olaman, lekin ota-onasinikiga jo'natmaslik eng yomon.